Assalomu alaykum Universal Obzor kanali obunachilari. 2026-yilda China bozorida narxlarni yoritib beramiz. 2026-yilga o'tib narxlari oshdimi, tushdimi degan obunachilar uchun xohlasa chiroyli qilib narxlarni yoritib beramiz. Ko'rib turibsizlar, bu yerda kichkina likoplar, piyolalar eng arzonlari shu yerda bo'ladi. Ya'ni agar misol uchun qizlaringizni sepa bo'ladigan bo'lsa, unga ham bu yerda tovarlar hammasidan bor ekan. Undan tashqari choyxonalarga, undan tashqari arendaga bermoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam podarkaga bermoqchi bo'lsangiz, hammasidan bu yerda topsangiz bo'ladi. Opa, keling, narxlarni sekin aytib o'tamiz. Hozir ko'p choyxonalarda shundan olishyapti. 5-razmerimiz 5,5 ming so'm bunisi. 4-razmerimiz 6 ming so'm. Mana 38-razmerimiz 7 ming berilyapti. Katta oshlar tovoqlari 15 ming so'mdan. Mana shular 15 ming so'mdan. Gap yo'q, juda ham katta ekan. Agar misol uchun osh yeydigan do'stlaringiz bo'lsa, katta-katta. Mana shunda olib keltiradigan bo'lsa, juda ham maza qiladi. Ya'ni bular endi misol uchun choyxonalarga oladigan bo'lsangiz, ham arzon, ham misol uchun sinib qoladigan bo'lsa, zalka bo'lmaydi. Mana bu chiroyli likoplarimiz necha pul? Tovoqlarimiz, tilma tovoqlarimiz 25 ming so'm. Mana mehroblarimiz 20 mingdan. Kichik razmerlari, mana kattalarini 25 beryapmiz. Mana razmerlari 30 ming so'mdan. Bular ham osh uchun, ha? Bular salatniki. Ha, salatniki. 50 ming so'mdan. Mana bularchi? Kattalari 35 ming. Manulari. Manulari 45 ming. Manulari 25 mingdan. 25 ming. Hozir choyxonalarga ko'za sho'rvalar juda ham moda bo'lyapti-da. Sizlarda ham bor-a mana shu? İçi sirlangan 9 ming so'mdan berilyapti. 9 mingdan. Kattalari ham bormi? Kattalari 10 ming so'm, 1 litrliklari. 1 litrliklari 10 ming so'mdan. Bu yerda undan tashqari dekorativniy likoplar ham bor, do'stlar. Rahmat, kelyapsiz. Ko'rib turibsizlar, bu yoqqa misol uchun semichka, bodom, har xil qand qurs qiladigan naborlar ham bor ekan. Nabor necha? 180 sotilyapti, 150 qilib beryapmiz. Mana bu razmeri 120 ming so'm, narigisi 130 ming so'm. Bu naborlarimiz 250 ming so'mdan saqlanchasi bor, originali. Bular 250 mingdan. Mana bular fut bilan, bular 500 sotilyapti, optimga 400 beryapmiz. Optimga 400 ming. Mana bunaqa anor tovoqlarimiz bor, 25 mingdan berilyapti. Katta razmeri, kichik razmerlari 20 ming so'mdan. Judayam ajoyib. Qaranglar, bu yerda hammasidan bor. Даже mana shunaqa ko'zali Ash kompotnista vino nabor deyiladi. Buni 500 ming sotadi muzeylarda. Biz optimga 300 ming so'm beramiz. Taj muzeyda ham sotishadimi? Gaplar. Bizda optim narxi, mana tovoqlarimiz 80 ming so'mdan dekorativniy. Mana cheti gulliklari 100 ming berilyapti va kvadratlari ham 100 mingdan. Ichlari tosh ekan, ha, buni? Ichlari tosh, siri ko'chmaydi. Qo'l mehnatida endi bu. Yog'och tovoqlarimiz bor, 38 razmeri 600 ming so'mdan, yong'oqdan. Mana kichkinasi 400 ming so'm berilyapti. Gap yo'q, silliqligini qarang. Keyin mana bunaqa piyolalari bor, nabori 300 ming so'm. Donali piyola olsangiz 30 ming so'mdan tushadi. Undan tashqari bu yerda mana dekorativniy boboychalar, har xil haykallar. Undan tashqari rasmingizni xohlasangiz, rasmingizni ham tushirib berar ekan bu yoqda. Undan tashqari mana devor soatlari ham bor ekan bu yerda. Devor soatlarimiz necha pul? Devor soatlar kattasi 150 ming, narigisi fosforli yonadi, cheti toshli 150 ming so'm berilyapti. 150 ming so'm. Agar shunaqa qo'l mehnatlariga qiziqadigan bo'lsangiz yoki devorlaringizni ilib qo'yadigan bo'lsangiz, kelgan mehmonlaringiz ham juda ham bir boshqacha qarab, xursand bo'lib, ham o'zingiz ham ko'zlaringiz quvnab turadi. Mana bu necha pul piyolalar? Piyolalar optimga 6 ming berilyapti. 6 ming. Chinnilari 10 ming so'mdan berilyapti. Chinnilari 10 ming so'mdan. Voy, dot. Mana bu kapalarimiz necha pul? Kapalar 45 ming so'm. 45 ming so'm. Sovg'a uchun mana bunaqa bakal naborlarimiz bor, 35 ming berilyapti. Siri tozasi ko'chmaydi. Bular ham ichi tosh ekan-a? Ichi tosh. Keling, yaxshimi, sizning sog'ligingiz yaxshimi? Bu yoqda qizlarning narsalariga o'taylik endi. Misol uchun qiz chiqarmoqchi bo'lgan insonlar uchun arzon narxda nimalaringiz bor, opa? Misol uchun mana qoshiqlar nabori 150 ming so'm. Tillaligi 200 ming so'm berilyapti. Buning ichida hammasidan bor. Kichkina qoshiq, katta vilka hammasidan bor ekan. Mana buchi mana bu. Ularimiz 135 ming optim narxi. Mana bu nabor choynak, piyola, stakanchalar? Bular 400 ming sotilgan, 350 ming beriladi optim narxi. 350 ming so'm. Xo'p, yana
Mana termos choynaklarimiz bor. 130 sotilgan, aksiyada 95 ming sotilyapti. Mana 130 ming yozib qo'yibdi. Keladigan bo'lsangiz, opamizga 90 mingdan qilib beradi. Bularimiz, bagimalarimiz 12 talik. 800, 850 sotilyapti. Ha. Bizda Optimda 630 ming so'm bo'lib qoldi aksiya narxi. Bir donasimi? Yo'q, bular 12 talik nabor. Chaqchuqidan 8 ta, 2 ta konfetnisa, 2 ta meva doni bo'ladi. Jami 12 Adashib ta. qolmanglar, bir donasi 800 ming deb. Bu yerda hammasidan qilib berishar ekan. 630 ming so'm 630 berilyapti. ming so'mga. 12 talik nabor. Bundan tashqari umra ziyoratlaridan kelganlar uchun mana bunaqa stakanchali narsalar ham bor ekan. Kompligi 12 taligi 300 ming so'm. Buni 6 ta stakanligi bor, 250 ming so'm. Xohlovchilar uchun stakanni o'zi 100 ming so'm, 12 talik. Bunga qo'shimcha mana choynakda qilib olsalar ham arzon tushadi. 25 mingga 100 ming, 125 ming so'mga tushadi. 9 talik bagimalarimiz bor. 500 ming so'm sotilgan, aksiya narxi hozirda 400 ming so'm. Pista bodom soladigan chaqchuqlarimiz bor. 6 taligi 100 ming so'm. Anulari bor. 120 ming so'mdan sotilyapti. Do'stlar, shu orada eslatib o'tamiz. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Faqatgina vohalardan agar bizni kuzatib turgan bo'lsangiz, opalarimizni nima deydi? Ma'lum bir miqdorda oladigan bo'lsangiz, ya'ni donaga dastavka bo'lmaydi. Bir dona yoki 2 dona oladigan bo'lsangiz dastavka bo'lmaydi. Bularni qoplaydigan darajada xarid qiladigan bo'lsangiz, mashina jo'natasiz yoki bo'lmasam o'zlari mashina topib chiqarishib yuboradi. To'lovlar shu tashlab berasiz kartasiga, keyin chiqarib yuborishadi. Mana shu likoplar nech puldan? Bu mana tovoqlarimiz 25 ming so'm. Mana kattasi 30 sotilyapti, 27 mingdan berilyapti. Mana kvadratlilari bor 15 ming so'mdan. 06 tarakalar uniga, mana ular uniga, mana undan olsangiz, stolga chiroyli turadi, kvadrat qilib qo'ysangiz. Ajoyib. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, hozir eng arzon joylariga sekin qarab ketyapmiz. Bu yoqda mana o'sha arzonlashni Torex boshladi. naborlarimiz bor. Bular 84 talik bor. Xohlagan gulingizdan 550 ming so'm bo'lyapti. 550 ming so'm. Va nihoyat paxta gullilarga yetib keldik, opajon. Paxta gulligimizni Toshkent piyolalari, Yunusobod bular 7 ming so'm, Optim narxi 6 ming so'mdan. Rishton piyolalarimiz mana 2 ming so'm Optim narxi. Toshkent choynaklarimiz mana 25 ming so'mdan. 25 ming so'm. Bularda arzoni bor, o'zimiz mesnoy. Mana bularda 12,5 ming so'mdan beryapmiz. 12,5 ming o'zimiz choynaklari. Mana ular qizlarga sepga berish uchun 12 ming so'mdan. Mana ulari 9 ming so'm. Qizil piyolalarimiz bor, Yunusobod, ag'i ko'rinib turadi, 9 ming berilyapti. Chinilari 13,5 ming so'm berilyapti. Osh tovoq, salatnisa, bakal hamma yo'g'i nabor bor. Hammasidan topsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yoqda mana likoplarigacha bor. Bundan tashqari bu yoqda mana piyolalar. Hozir arzoniga o'tamiz. Lekin mana bu yoqda xohlagan vibrangiz, xohlagan rangingizda, ya'ni siz xayolingizga kelmagan narsalar bor. Opa, mana shu arzon likoplarni ham bitta tanishtirib o'taylik. Arzonda aytdim, mana qoshiqlarni ham ko'rib oling. Qo'shiqlarda donasi 700 so'mdan. 700 so'mdanmi bu ham? Mana bu toza Versace turna qo'shiqlarimiz pachkasini 8 mingdan beryapmiz 6 tasi. Ya'ni bu yerga keladigan bo'lsangiz, qoshiqdan, vilkadan tortib, likop hamma narsani, ya'ni qand qurslargacha olsangiz bo'ladi. Pichoqlar, termizlar, hammasidan choynaklargacha bor ekan. Bu yoqda mana oshxona, choyxonalar uchun, ya'ni to'ylarga mana bunaqa patnoslar ham bor ekan. Undan tashqari plastmassa marojnoxonalarga hozir yaxshi moda bo'lyapti shu narsalar. Shu narsalardan ham bor ekan. Bular nech puldan? Selikom 10 ming so'mdan, ular sinmaydigan, ichi dog' bo'lmaydi. Mana bu limon tayyorlaydigan, ya'ni limon tayyorlasangiz, ya'ni juda ham shirin bo'ladi. 80 ming, 120 ming, 180 ming so'm. Shu arzon likoplarni ham tanishtirib o'taylik, opa. Choynak tagligimiz 10 ming sotilgan, 7 ming so'm berilyapti. 7 ming so'm. Ya'ni 2025-yilda 10 ming sotilgan, 2026 ga o'tib 7 mingga aksiyaga tushdi do'stlar. Bu degani 2026 da narxlar pastlayapti. Ya'ni kelovraslar. Nech pul mana shu likoplarimiz? Bir ko'rsatib o'tang. 2200 so'm 05'i, 2300 so'm 06 razmeri, 3000 so'm 07 razmeri. Zari o'chmaydigan avvalnilari 4000, kattalari 5000. Osh tovoqlarimiz 5,5 ming so'm sayozi, 6000 so'm chuquri. Qora shahzodalar mana shular nech pul? Bu dikonlarimiz 8 ming so'mdan. Kichkinasi? Kichkinasi 5 ming so'm. 5 ming so'm.
Piyolalarni ko'rsataylik. Piyolalari, mana paxta gulli piyolalarimizni 2000 berilyapti optimga, chinisi 3000. Qora shahzoda piyolamiz 2,5 ming, limon ham 2,5 ming. Mana zebra piyolamiz ham 2,5 ming so'm. Mana ro'zg'orbob piyolalarimiz birinchi sorti 1,5 ming so'm. Bu yoqda mana undan tashqari har xil Dikol piyolalarimiz bor, mana mehmonlar uchun 4000 so'mdan bular. Ko'rmaysiz. Ajoyib. Yana 700 so'mlik ham bor, mana shumi 700 700 so'm. so'mligi mana. Bular ikkinchi sort bo'ladi, faqat choyxonalar uchun. Xonalarga 700 so'mdan piyolalar do'stlar. Undan tashqari mana qavs oladigan tash tepada katta termizlardan oddiy choynaklargacha bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanidan bo'lyapti. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, tanish bilishlarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib ketsalar ham mana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysizlar degan umiddamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.